Bu sot qandoq bo'lar, ha? Shu emasmi? Sotchi bilan munosabat ekan. Shundaqmikan? Endi qandoq hukm chiqarar? Huqumoq. O'tiray. Bu delo alaydi ekan. Bakla hayajonlanyapman. Mayli kimni darg'a asson, buning siz bilan nima munosabati? Nima deganingiz bu? Sotchi Ragunat keldi. Ragunat efendi bir mo'tabar zotqo. O yigit nima sababdan uni o'ltirmoqchi bo'lgandir? Qarang, shu yigit shu. Shukan, osh yigit shukan. Shumikan. Aydonga qotildek qilmaydi. Shu emas. Tuzukli yigitga. Turinglar. O'ltiringlar. Da'vogar keldimi? Kagili xiyli oldi sochi janoblari. Javobgarni olib keldingmi? Olib keldik, sochi janoblari. Javobgarning oqlovchisi kimkan? Javobgarning oqlovchisi kim? Javobgar sening oqlovching yo'qmi? Ondaqda biz sana hukumat oqlovchisi. Janobiy sotchi. Men javobgarning oqlovchisi. Rita, men oqlovchining lozim yo'q. Raj. Men advokatingiz bo'lishga va'da bergan. Haqiqiy ahvolni mendan boshqa hech kim bilmaydi. Javobgar qo'shilamsan. Qo'shilaman. Javobgar Raj. Sen ustingdan qilingan so'chi Ragunat efendimni o'ltirmoqchi bo'lgan degan shikoyat qarta o'zingni oqlasang bo'ladi. Shundoq deb va'da bermanki, so'zlarim rost va haqiqiydir. Ragunat efendi, javobgarning sizni nemishga o'ltirmoqchi bo'lganligini aytib bera olamsiz? Uning siz bilan o'chi bormidi? Bor. Bu xil o'chmanlik o'g'rining so'chchiga bo'lgan o'chmanligi. Chunki so'chchi o'g'ri qaroqchilarga azaldan qilcha rahim qilmaydi. Bu o'chmanlikning paydo bo'lishiga xususiy sabablar bormi? Yo'q. Uni men aslo tonimayman. So'chchi janoblari, mening boshqa savolim yo'q. Ondaqda javobgarning oqlovchisi bilan da'vogar o'zaro savol so'rashsa bo'ladi. Ustoz, agar suddagi so'zlarim sizni bearam qilsa, shundaqli ruhiy jihatdan azoblasa, meni afv qilasiz. Chunki siz doim menga sudda vijdonga, hissiyotga berilmay, adil bo'lish kerak deb tarbiya beratdingiz. Bu tunji qatam advokat bo'lishim. Meni tabriklashingizni so'rayman.
siz javobgarni to'g'mi jinoyatchi dedingiz. Buning ma'nosi nima? Tushuntirib bersangiz. Javobgar azaldan sargardon Lükçek. U bola vaqtidan tortib jinoyat o'tkazgan. Jinoyat o'tkazish qilmishiga u cho'qim varislik qilgan. Ayting, bolangiz bormi yo'q? Yo'q. Buning bu delo bilan ne munosabati bor? Intayin zish munosabati bor. Obdanroq aslab beqing. Sizning burun bolangiz bo'lganmi yo'q? Bo'lmagan. Bu delo bilan qilchi munosabatsiz ishlar. Ana sizni yana bir so'rab baqay. Qaysi yili? Nima uchun ayolingizni qo'g'layotgan edingiz? So'tchi janoblari. Bu delo bilan munosabatsiz masalalarga javob berish majburiyatim bormi? Rita xonim, savollaringiz cho'qim mush deloga bevosita munosabatli bo'lsin. Amaliyotda biz javobgar odam o'ldirishni o'ylaganmi yo'q? Sababi-chi degan masalani so'ramoqchi. Bo'ldi bas. So'rayman. Men qotil. Haqiqatan uni o'ldirmoqchi edim. Rasuli shu kanda, ha? Tinch. Savolingizni davomlashtiring. So'tchi janoblari, javobgar Ragunatni o'ldirmoqchi bo'lganligidan tanig'ini yo'q. Demak, bu yerda bir masala tug'ildi. U nima uchun Ragunatni o'ldirmoqchi bo'ladi? Bu gumonliq masalaga cho'qim javob topishimiz kerak. Javobgarga vakolatan men tushuntirib o'tay. Ragunat apandimdan yana bir so'rashimga ruxsat qilsangiz. Qani so'rang. Savolimni yana takrorlayman. Buni sot tushuntirib bersangiz, qachon, nima sababdan ayolingizni uydan qo'g'layotgan edingiz? Kechiring Ragunat apandim. Lekin bu intayin muhim masala. Bu masala Mo'sha dilo uchun muhim bo'lib qolmay, siz uchun mu intayin muhim. Bu ko'z oldimizda yuz bergan barliq ishlarning sababi shundaqla o'tmishimizga cho'nqur yildiz tatib ketgan. Obdanroq aslab baqsangiz, qachon, nima sababdan ayolingizni uydan qo'g'layotganingizni bizga aytib bera olamsiz? Qachon, nima sababdan ayolingizni uydan qo'g'layotgan edingiz? Buningdan 24 yil burungi ish. U chaqda men Laknowda qonun xizmati qilardim. Men oilamdan chiqqan ziyoli bo'lg'achqa ijtimoiy tabiiy tuzumga qarshi edim. U yerda Leyla degan qiz bilan turmush qurdim. Dadam nayt qumishlik kishi edi. Ko'pincha vaqtlarda Bombayda turardi. U mening ishlarimdan to'liq xafa edi. Agar oilamning besimi bo'lmagan bo'lsa, undan mangu ayrilmagan bo'lardim. U chaqda men haqiqatan ilojsiz qoldim. U nayt chiroyli hem o'ng'liq bo'lg'achqa uni intayin yaxshi ko'rardim. Shundoq bir kuni Leyla bilan Qopnor bo'lmam. Men turmushimning daryoda uzib ketayotgan kemaga o'xshash qattiq to'lqin uchirganligini asla o'ylab topmagan edim. नैया तेरी मझधार
Leyla, nima o'ylayapsiz? Men heliqi O'sher degan naqshni o'ylayapman. Bilamsiz, kishilar bu yerda doim qaroqchi paydo bo'ladi deyishdi. Qaroqchi? Ha? Qo'rqmang. Menla yiningizda bo'lsam, hech narsadan qo'rqmasingizmi bo'ladi. Kashib qoldi, birga chiqay. Bo'ldi. Leyla! Chiqaman. Xaynimga tegib ketsa qanday qilamiz? Meni qo'yvat deyman. Meni qo'yib etinglar, o'rayimsiz qaroqchilar. Sizlar nima qilmoqchi? Sizlarning sardoringlar qani? Meni bu yerga akab, nima qilmoqchisizlar? Nomus qilishmamsan? Nomus? Nomusni eslzodlarlar biladi. Qaroqchilar nomusning nimaligini bilmaydi. Men qaroqchi, dadam qaroqchi, buvammi qaroqchi edi. Ammo ilgari men qaroqchi emasdim. Lekin sening ering meni qaroqchi bo'lishga majburlagan. Sen kim? Men Zakir. Bir yili meni tutib ketishdi. Bu Diloni ering bijirib, meni gunohkor deb ayblab turmaga tashladi. U chaqda menda hech qanday jinoyat yo'qdi. Sababi buvamning dadamdan qaroqchi bo'lganligidan edi. Men turmadan qochib chiqdim, biroq ering hayotimni nobud qildi. Bugun men o'ch olaman. Cho'qim o'ch olaman. Ha. Kelinglar, bunaqa nima bo'pti? O hushiga keldimi yo'q? O texitchilar hushiga kelmayotdi. Zakir, unaqa cheqilma. O homildirkan, uni yanala qo'yib yotganing yaxshi, bo'lmasa oqibating yaxshi bo'lmaydi. Ig'ro yo'qmikan? Ragunat farzand ko'rdi-kanda. Heli Ragunat. Yaxshining bolasi yaxshi bo'ladi. O'g'rining bolasi cho'qim o'g'ri bo'ladi degan edi. Qani men ko'rib boqay. Ragunatning bolasi yaxshi odam bo'lamdi, qandaq? U o'shiga kelgandan keyin qo'yib etinglar. Men sana yaxshining bolasi yaxshi, o'g'rining bolasi o'g'ri bo'lmaydiganligini ko'rsataman. Hocam, bugun sizlarga cho'ng xushallik kun bo'ldi. Nima xushallik? Bu haqiqatan xushallik ish. Xanim qaytib keldi. Rasmi? Ras, xanim qaytib keldi. Leyla! Leyla! Leyla, siz zodi qayerda? Tez, chiroqni yoqib o'tinglar. Men hech nimani ko'ramadim. Leyla. Ragunat, siz mening hayot yo'limni yo'ritib turibsiz, sevimligim. Leyla. Leyla, qara. Siz kelib edingiz, hammaga yo'rib ketdi. Akila, men qilay. Ma'qul efendi. Qaras Leyla. Qaroqchilarning yenidan qanday qaytib keldingiz? Ular sizga ziyon yetkazmadimi? Yo'q, ziyon yetkazmadi. Ular meni qanday qila oladi?
Sizning muhabbatingiz meni qo'g'dab qoldi. Leyla, sizga desam, necha kundan beri to'liq o'ylab sarang bo'layli deb qoldim. Saqchilarga aytdim, odam avatib hammani izladim. Tazimni ansirdim. Leyla. Sizni ozariyab qolarmikin deb o'yladim. Elimga qaytib keldingiz. İntayin baxtliman. Lekin bu ishtiyoq tugimidi. Sizni tutib ketgan qaroqchi zodi kimkan? Ismi Zakirkan. Uning ustidan siz hukm chiqargan edingiz? Zakir? Shundaq u turmadan qochib ketgan. Leyla, u endi qo'limga tushib qolgan bo'lsa, uningga cho'qim o'lim jazosi beraman. U qisos olmoqchi ekan. Bu qitim rostila sizning muhabbatingiz menga yer yo'lak bo'ldi. Sizdan bir gapni so'rasam bo'lamdi? So'rang. Siz rostila yaxshining balasi yaxshi bo'ladi, o'g'rining balasi o'g'ri bo'ladi deganmidingiz? Degan. Mutlaq shundoq bo'ladi. Buni hajab so'rab qoldingizmi? Mundaqla so'rab baxtim. Bir kishi bu oylik avval kelami yoki sizning yerlik sotchi bo'lishingiz avval bo'lami? Nima? Tushunmadim o. Yangi mehmonni da'vatiman. Hozir mening yerlik sotchi bo'lish fursatim yo'q. Nemishqa? Nemish yuz berdi? Oldirash ishim bor edi. Tezroq berishim kerak. Qarang, chiroyliqmikan? Chiroyli ekan. Chiroyli ekan. Ragunat, meningdan ranjib qolgandek tursiz-ku. Ha? Ranjigandek turmanmi? Qani ayta. Nemishqa ranjigidekmi? Qaytib kelgandan keyin paranishaylik. Yenge, suni o'zingiz to'shib etibsiz-ku. Cho'ng aqingizning xotini bo'lgandan keyin bu uyning ishini men qilmay kim qiladi? Akram, men akirib beray. Bo'ldi. Ayolingiz kun bo'yi ish qilmay xonishlardek o'tirsin. Yenge, xafa bo'lmasangiz qandaq? Uningga men aram og'in degan. Uning eg'ir oyoqqa kelganini bilasiz-ku. Az kundan keyin bo'shinda emasmi? Shundaq, alvastidan birini tug'ib, oilamizning nomini bulg'imizli bo'ladi-ku. Zodi nemish bo'ldi? Nemish bo'lganligini mendan so'raysiz-ku. Anglamadingizmi? Butun shahar xalqi orqangizda so'zchak qilyotdi. Qaroqchilarning beshi Zakir xotiningizdan o'chini otdi. Sizga yomon odamlarning pishni ig'vosiga ishni yuribsiz-da. Siz shundoq tanishmanmi? Xotiningiz nemishlarni qilib beradi? Shunimi bilmaysiz? O'zimizni tushirib oldi. Yanga! Kechiring yanga. Qachdim chiqilib. Qachichi qilib ketsa qaraydi chaqliq. Untiqqa bir ayolning sadoqati bo'lgansa, uni hech qanday qilib asliga keltirgili bo'lmaydi. Bo'ldi, so'zlama. Sendan bir masalani so'rayman. Ayolingning vafosizlik qilganligini sen nereden anglading? Buni kentkilarning hammasi biladi. Anglasammi parvo qilmayman. Ayolingning vafosizlik qilganiga sening zot qanday asosing bor? Men ayollarni azaldan tuxumi vafosiz deb qarayman. Men buni bilmabdim. Tinish. Ragunat,
siz nemishqa sotda sovuqqon bo'lmaysiz? Yil oxirida yerlik boshlovchilikqa o'sish ehtimolligingiz nihoyat cho'ng. Boshlovchilikqa demsiz? Men boshlovchi bo'lamayman. Advokatlar xotinimning gumonliq ekanligini bilsa, bu amalni berishga kim petini oladi? Nima? Ayolimning ishlarini butun shahardagilar deyishyapti. Ayolingiz ustidan mushundaq gaplarni qilishga nomus qilmamsiz. Bu bir ahmoqlik. Ishongimga kelmaydi. Lekin jahonga pur Bu ketdi. chakana odamlarning pitni ig'vosi. To'g'ri dedingiz. Menmo shundoq o'ylagan. Bu gaplarga ishinib ketmadim. Biroq bu gumondan qanday qutulg'il bo'lganligini bilmadim. Boshqalarning deyishicha ayolim yuz ketadigan ish qilgan. Nomimni bulg'agan. Qanday qilmoqchisiz? Qanday qilaman? Qanday qilsam bo'ladi? Ay, usab ketdim. Ragunat, yenge, bana yordamlasanglarchi. Oy, qanday qilay? Kirib bana yordamlasanglarchi. Ben qo'rqyapman. Adam bormi? Adam bormi, Ragunat? Siz nima kirmaysiz? Ragunat. Ragunat. Men sizga aytib qo'yay, uni bu uyda turg'izmang. U bu uydan chiqib ketib, jajisini yesin. Uning bu esil ailemizning nomini bulg'ishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Agar buningga unimisingiz, sizni qo'g'lab chiqarib aytaman. Bo'ldi, so'zimang. Men hech narsaga bormayman. Hech narsaga bormayman. Meni qo'g'lab etmang. U mening pokligimga ishinadi. U menga ishinadi. Ragunat menga ishinadi. Ragunat menga ishinadi. Men endi qo'rqmayman. Siz qaytib kelsangiz men qo'rqmayman. Uning gapini angladingizmi? Meni uydan qo'g'lab etaman deydi-ku. Ragunat, men sizning yuzingizni tushiribdiman-ma. Bundaq deysa menga uvol bo'ladi. Siz qaytib keldingiz. Chiqib ketib borsiz-ku. U meni qo'g'lab etmaydi. Siz yanımda tursangiz xotirjam bo'laman. Yana chiqib ketyapsiz-ku, suyimligim. Sizdan o'tinib qolay. Meni yolg'iz tashlab chiqib ketmang. Men sizning bolangizga ona bo'lish oldida turyapman. Siz Rasulullohning gapiga ishondingizmi? Menga ishchingiz og'risin. Xotiningizning qilganlarini hargiz unutqamam. Uni darhol qo'g'lab chiqaring, angladingizmi yo'q? Siz nemishqa gap qilmaysiz? Gap qiling. Gap qiling. Men qo'rqyapman. Nemishqa indamaysiz? Qo'rqyapman. Meni yolg'iz tashlab chiqib ketmang. Men yangish oldida turyapman. Men sizning bolangizga ona bo'laman. Men bolangizning onasi bo'laman. Yo'qol! Ko'zimda yo'qol! पतिव्रता सीता माई को तूने दिया बनवास
धरती का कलेजा क्यों न फटा आकाश जुलम सहे भारी जनक दुलारी जुलम सहे भारी जनक दुलारी राम की प्यारी मारी मारी जनक दुलारी मारी जुलम सहे भारी जनक दुलारी जुलम सहे गगन महल का राजा देखो कैसा खेल दिखाए कैसा खेल दिखाए ओ गगन महल का राजा देखो कैसा खेल दिखाए कैसा खेल दिखाए दीप से मोती गंदले जल में सुंदर कमल खिलाए खिलाए सुंदर कमल खिलाए अजब तेरी लीला है गिरधारी अजब तेरी लीला Yiğini canığı mübarek. Canabi Soçi Ragunat'nın perzenti. Yonda o'rikida tug'ilibdi-da. Ragunat apandim, xotiningizni qo'g'layotgandan keyingi ahvolini bilamsiz yo'q? Bilmayman. Surishti qildingizmi yo'q? Men sizga aytib beray. Siz bechora ayolingizni uydan qo'g'layotgandan keyin u Laknavurdan Bombayga ko'chib borgan. Sizning o'g'lingiz Namratlar mahallasida cho'ng bo'lgan. Manga voy, voy to'tlig'in. Qo'ya. Mana Bu mening bo'ldi. Soqchi keldi, qichinglar. Soqchi keldi, qochayli. Qichinglar. Tez bo'layli. Soqchaka. Ha? Bu yerkansan-da. Peshqimo soqchaka. Maymundak uyga chiqib nima qilsan? Maktabda o'qimabsan? Maktabda o'qiymanmi? Maktabda o'qiydiganga pul kerak, pul. Qo'saqqa yeydiganga non topolmayotsak, maktabda o'qiydiganga nechik pul? Biroq Roj sizlardan kambag'al turib, u yana o'qiyotdi. Uning opasi ertadan kashkishi ishlab topgan puliga uni o'qityotdi. Ha! Rajima, u o'g'il bola emas, qiz bolaga o'xshaydi. Nimishqa doim chechimni tarab qo'ysiz. Chechingni ratlik paqab tursin deyman bolam. Mahalladagi bolalar meni qiz bolaga o'xshaysan deydi. Siz havasin. Ular bilan o'zingni selishtirma. Sen degan o'quvchi, bilimlik, tarbiya ko'rib cho'ng bo'lasan. Ular ko'chada lag'aylab suraydigan sargardan bolalar oxiri bir kun turmay kiradi. Sargardan bolalar nima ish qiladi u? Ular ish qilishni xohlamaydigan bekotalatlar. Kishilarning narsalarini o'g'irlaydi. Sargardan bolalar qimor o'ynaydi, aroq ichidi, maktabda o'qimaydi. Undaqda ular xushal deganda? Opa, menmi cho'ng bo'lganda sargardan bo'laman. Sargardanlar eski. Sen cho'ng bo'lganda so'tchi bo'lasan, so'tchi. Xuddi dadangga o'xshash so'tchi bo'lasan. Sargardan emas. Raj! Bu yerda nima ish qilyapsan? Chiqib marojni epiymanmisan? Marojni oladigan pulim yo'q. Nima? Opang sana pul bermamda? Dadam menga kunda 1 rupiya berdi. Sizlar degan boy. Opamning puli yo'q. Mah, buni yegin. Yo'q, opam boshqalarning bir narsasini olma degan. Amma degan bo'lsa, tatib olishni bilmamsan? Yavoyi. Nima yavoyi? Yo'q. Raj, bugun bizning uyga berib o'ynab kelgin. Nima? Nima ish qilaman? Bugun mening tug'ilgan kunim. Sen bo'lsang toza o'ynaysan. Jiq savodoshlarim bor edi. Biz birlikda naqsha aytib, usul o'ynab toza tomosha qilamiz.
Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Rita, mana sovg'ingiz. Mana, bu mening sovg'am. Rahmat sizlarga. Savoqdoshlar kompyuter yig'iladi. Oh, juda yaxshi bo'ldi. Raj, sovg'at ep keldingmi? Yo'q, pulim yo'q. Sovg'at ep kelmadim. Keyingi qatimda taqdim qilaman. Bozorda sotgan narsalarni sovg'at deb qo'yilamsan. Menga guldan birini sovg'a qilsangmi bo'ladi? Gulmi bo'lamda? Mushuni tutay. Hozircha bugün sovuq qilay. Esinizda bo'lsin. Keyingi qatim buningdanmi qimmatli sovg'alarni taqdim qilaman. Rahmat sana. Lekin bu uningdan qimmatli bo'la oladi. Rita, dadang chaqirdi. Ma'qul. Raj, men sening dadamning yoniga boshlab boray. Doim shundoq so'zlarni qiladi ekansiz. Rita, kelib Sochi bilan salomlash. Teshtirdimi Sochi apandim? Voy Rita. Siz 4 yildan beri cho'pcho'ng qapsiz. Texi meni toniyamasmikin degan. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Lekin men bayla Laknordan kelishim. Sovg'at elishga ulguramadim. Munda qilayli. Sizga bir tal gul taqdim qilay. Mana. Bu bo'ladi. Rahmat sizlarga. Men o'zim qisib qo'yay. Asli birsi taqdim qilib qo'ygan ekan g'o. Bu gulni menga Raj taqdim qilgan. Dada, qarang. Uning ismi Raj, mening savoqdishim. Raj. Tinchlikmi apandim? Tinchlikmi bola? Tinchlikmi bola? Raj cho'ng bo'lganda Sochi bo'laman deydi. Oh, shundaqmi? Bu kasbni haqiqatan to'g'ri tanlabsiz. Buni sizga dadangiz aytdimi? Dadangizning ismi nima? Yo'q, bilmayman. Mening dadam yo'q. O'lib ketdimi? Yo'q. U texi hayot. Dadam texi hayot. U sizlar bilan birga turmaydi ekanda. Bu gapcha bu yaxshi odam bo'lmasa kerak. Nimishqa dadamning yomon gapini qilasiz? Yana dapiqni. Rita. Qizingizning ashundoq bola bilan do'st bo'lishiga yo'l qo'ydingizmi? Bag'in Rita, bag'in. Bu bolaning nari bo'lmaydi ekan. Men bu bolani nihoyat yaxshi ko'raman. Men rostilla tushunmadim. U hatto dadisining kimligini bilmaydi. Siz heliq sapsatingizni tegishni tashlamabsiz-da. Hay, heliqqa qaraqchining ismi nima edi? Ha, Zakir. Sizning so'zlagan so'zingiz helimi esimda turibdi. Sizning asosingiz yaxshi odamning bolasi yaxshi odam bo'ladi. O'g'rining bolasi o'g'ri bo'ladi degan to'g'rimi? Mush prinsipda ching turibdi. Prinsip. Ragunat. Bu bir taraflama qarash. Baxtsizligimizning manbasi mushu. Mushuning kasofatidan siz xotiningizdan ayrilib, ta hozirgacha bo'ytaq yuribsiz. Yana mushuning kasofati bilan bolalarning do'stligiga buzg'unchilik qilmoqchi bo'lyapsiz. Aytinglar, bolalar sizga nima qildi? Hech nima qilmadi. Biroq onasi boladan dadisining ismini yo'shirgan. Bu hargiz sababsiz emas. Bolaning dadisi sargardon bo'lishi mumkin va yoki qochqin mahbus bo'lishi mumkin. Ish qilib yaxshi odam emas. Mening qizim bo'lgan bo'lsa, bu bola bilan do'st bo'lishiga yo'l qo'ymaydim. Yomon odamning bolasi hargiz yaxshi odam bo'lmaydi. Bu nuqtai nazari mangu o'zgarmaydi. Qara, Ritaning surati. Opa, bugun siz yana dam olmabsiz-ku. Kesal turib, kun bo'yi ishlasangiz qanday bo'ladi? Men ishlamasam, ana bola ikkimiz ochliqdan o'lamiz. Men o'g'il bola, men chiqib ishlay. Bo'ldi, bundan keyin maktabga bormayman. Nim deyapsan? Nim deding?
Bundaq so'zni ikkinchi og'zingga og'chi bo'lma. Maktabga bormay nima qilmoqchisan? Ha? O'qimasang qandaqmi sotchi bo'lasan? Men har qancha jabbo tassammi, seni o'qitaman o'g'lim. Opa. Maktabdami o'qiy, ishnimi qilay. Biroq so'tchi bo'lmayman. Bugun Ritaning uyida bir so'tchini ko'rdim, biroq uni zotini yoqtirmadim. Bir 120 batni echinglar. Raj! Kechiring muallim. Bugun yana kechikib qoldim. Men hozir opamga yordamlashib ishlayapman. Nima o'qityapsan? Bu chotka. Bu oyoq miyi, nahot esilmay. Raj, sen mushuning uchun maktabdan qo'g'landing. Qo'g'landimmi? To'g'ri, bundan keyin maktabga kelma. Muallim, men o'qish puli topshirsam bo'ladi, o'zada bo'lmasa bundan keyin maylamchilik qilmay. Nish! Undaqda bu yerda o'qiyamaydigan bo'ldimmi? Shundaq. Menga ozroq vaqt bersangiz, Rita bilan so'zlashib olay. Uningga beradigan sovg'atim botdi. Bo'lmasmikin. Ritaning dadasi uni maktabdan yutkab ketdi. Ular ajraq ko'chib ketdi. Ota, yaxshi, ota. Yaxshi. Endi men keldi. Voy saqlandi. Nimishqa paloqimni tepib etsa? Mening ishim botdi. Meni qo'yutinglar. Sening ishing bilan kimning kori? Urma buni. Ura! Yaxshi. Ura. Qo'yutinglar. Urgina. Yaxshi. Ura. Yaxshi. Kelishtirib ura. Yaxshi. Buni seni Ha, undan bo'ldi. Yaxshi. Tura. Urayli toza, ha? Meni qo'yutinglar. Meni hayotda urvininglar. Men hayotda urvininglar bo'lamdi. Opam og'rib qolgan. Men uyga qaytmasam bo'lmaydi. Bildinglarmi? Opam og'riqmidi? Qaranglar, uning opasi og'riqkan. Ura. Keldi. Qichinglar. Tez. Qochayli. O'rnidan tura. Men bilaman. Nega? Men bilan mengiva. Kelgusida mendek odam bo'lishing kerak. Bu dadangning arzusi. Dadamni tanimsiz? Bu nima? Xadinas do'stlar. Dadangning iltifotidan mushundaq odam bo'lib qolganman. Dadang bilan qilishadigan koni savatni tex qilishqinimiz yo'q. Menga ishlaydigan bir yer tepib bersangiz. Nima? Tex ishlamoqchimisan? Men ishlay, opam og'rib qolgan diye. Men hammani qila olayman. Kir yuya olayman, qo'shiqchi yuya olayman, xat yoza olayman. Men yordam qilsangiz men ishlab qolayman, ishlay degandim. Yordam qilgan bo'lsangiz. Sen texi ishlamoqchimi? Sen rostilla ahmoqkansan. Aqlli odam ishlamaydi. Opam ishkimizning yeydiganimiz yo'q. Ishlamasam qandoq qilaman? O'g'rilik qilmamsan.
O'g'irlik? Yo'q. O'g'irlik qilamanmi? Yo'q. To'g'ri. O'g'rilik qil, bulonchilik qil, odam o'ltir, o't qo'y. Xuddi menga o'xshash umrvoya shunday qil. Uqdingmi? Raj. Sen nemishqa endi qaytib kelding? Qo'zqo'ng oshqandi. Tamoqingni yeb olgin. Tomoq yemdi? Tomoq etib qo'ydingizmi? Ha, chiqqida tomoq etib qo'ydim. Bir tax saymi bor. Texi issiq turgandi. Sevatga sep qo'ydim qozon. Qo'zqo'ng oshqandi. Hammasini yevatgan. Tapdingmi da'vatman? Topdim opa. Saynimi topdim. Bolkimi borkan. Tamlik bo'pti. Qo'sig'im to'ydi. Sen to'ydingmi? To'ygan bo'lsang, menga bir parcha bolki ber. Men ama qo'sig'im ichib ketdi. Bolki yegim kelyapti bolam. Bolka? Hozirla akilay. Saqlab turing. To'g'ri, o'g'rilik qil, bulonchilik qil, odam o'ltir, o't qo'y. Xuddi menga o'xshash umrvoya shunday qil. Bolka o'g'irlamoqchimisan? Opam og'rib qolgan, bir narsa yemagani 3 kun bo'ldi, birini bersingiz. Opam bilan kimning kori? Soqchi qapirib beringlar. Isming nima? Isming nima da'vatida? Roj. Dadang kim? Kim ekanligini bilmayman. Nada o'ltirsan? Uying nada da'vatida? Sizlarga aytmayman. Demayman. Agar aytsang qutulasan, aytmasang turmaga tushsan, uqdingmi? Turmaga? Oy! Nega qochmoqchisan? Meni qo'yibdinglar, opam og'riqdi. Men turmada yetishni xohlamayman. Opam og'riqdi, meni qo'yibdinglar. Meni qo'yibdinglar. Qo'rqma, do'stim. Endi texi birinchi qadamni bosdi. Bu yo'l texi nihoyat uzun. Bo'da va bo'lmamsan. Tushamasmi, bo'lmamsan? Qistima deyapman. Bo'da. Voy, bu yoqqa bo'lmamsan. Bo'da. Toshmoqlachu. Hayda qisilib ketdi. Qisilib ketsanlar-chi. Chopsan bo'da. Toshmoqlachu. Tez bo'l, nima qilyapsizlar? Voy. Qo'zig'im ichib ketdi. Mening qo'zig'im ichib ketdi. Ben qisilib ketdim. Rahmat. Bek o'zbadg'u. Oy, qistimsanlar-chi? Qo'zig'im bekli ichib ketdi. Toshmoqlachu. Oy, qistimma deyapman. Men qistirdim. Hey, kallandı ketdingmi? Nima qo'lingdagi narsa qarab kulaversa? Bu narsa kulishga arziydi. Buning qanday narsa ekanligini bilamsiz. Mushu narsa bo'lmasa, dunyo sizga vafosizlik qiladi. Mush kichikgina bir parcha narsa bo'lsa-da, men bugun kunlikda bunday baxtsizlik uchirmagan bo'lardim. Mushu bir parcha narsa buningdan 12 yil burun meni mushiyaga tunji etim akirgan. Hey, nashdan sirti qil. Bugun sening vaqting to'shdi, qo'yitilding. Bu yerga yana kelasan. Davomli mehmon qo'ysan. Endi chiqib ketsang bo'ladi. Qo'yitildimi?
Maqul efendi, bu yerning tomog'ini qat'iy yoqtirmayman. Endi Taj Mahal mehmonxonasida turaymikin deyman. Taj Mahal mehmonxonasida tursangmi, mayli, eng yaxshi o'g'irlik qilma. Maqul efendi. Bir ish deb ishlagan. Maqul efendi. Sening gapingga ishongili bo'lmaydi. Osmon guvoh bo'lsin. गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ घर बार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ आवारा हूँ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ खुशी के गीत मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा हंसती है मगर ये मस्त नजर दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ Qo'lingni ko'tar. Ha? Hoy! Raj! Raj! Sen meni qo'rqityapsan. Men to'liq xush bo'ldim. Wilbos, how is business? Sen texi inglizchani o'rganib oldingmi? Bu qitim men turmada birisi bilan do'st bo'lib qilib, bekorchilikda inglizchani o'rganib oldim. Bo'lma bo'ladi. Hey Zakir, opamning xat yozib turgansiz. Yozmamdigan, opang seni ish tepib oldi, xo'jayini bilan chatga ish bijirgili chiqib ketdi deb o'ylaydi ekan. Hey. Raj. Kiyimlaringni bir qora yengilib ol. Agar pul lozim bo'lsa, men berib turay. Taqsimotdan menga tegishli pulni oyma-oy opamga avatib. Buni men so'rash ketamda. Men hammasini opangga avatib berdim. Men sana pul raslab qo'ydim. Mana. Voy. Mo'shun demsiz? Agar sizga pul lozim bo'lsa, men sizga berib turay. 10 yoki 20 rubl yetamdi. Ha? Oy, o'g'il bolada mayr bo'psan. Ustaninkini so'qidek darajaga yetibsan. Yaraysan. Endi bir kunlarda men dadangdan yaxshi odamlarning bolasi qandoq bo'pti deb so'rayalaydigan bo'ldim. Apa! Hello,
Canım apa. Oy, Halo, balam. canım apa. Canım balam. Canım balam, seni obdarak görüp alay. İkimiz görüşmegeli xeyli uzaq boldy, jumu. Aytqina, xo'jayining bilan nalar jurding? Apa, men ko'p joylarga bordim. Londonni va boshqa joylarni sayohat qilib keldim. London? London, Fransiya, Parij, New York, Amerika. Men yana turmalarni aralab chiqdim. Men hozir eksport, import ishlarini qilyapman. Qandaq ish dedim? Ha? Nima ish ekanligini texnik tushunmayotgansizda. Apa, bu nihoyatda qiziqarli ish. Hozir o'g'lingiz cho'ng savdogar bo'lib qoldi. Mening nima ish qilayotganligimni o'ylabmi yetolmaysiz. Men sizga eksport, importning nima ish ekanligini so'zlab beray, ya. Sirtdan bizga mol kirgizdi, biz sirtqa mol chiqaramiz. Biroq bizning hozir qilayotgan ishimiz butunlay mol kirgizishli bo'lyapti. Mundaq degin. Bu rostli qaltis ishkan. Sen bir oz damib turg'in, men sana choy damlab kiray. Nima ishga qaraysiz? Men o'g'ri, sargardon, men jinoyatchi. Nemish o suratni ta'tir o'rib qo'ysan? Bilmayman. U menga tikilib qarayotgandek qildi. Sen daim onu kichik vaqtimdagi do'stim deytding-ku. O qiz hozir nadidu, ha? Sen nemish uni izlab baqmaysan? Ko'rishmagili uzun yil bo'ldi. Balkim u meni unutib qolgandir. Men ketdim. Choy ichmamsan? Ichmayman. Berib do'stlarimni izlab baqay. O'g'lim cho'pchingli odam bo'lib qoldi. Onu karala. Karangla.
Qaltis! Qanchalikka keldi? 5050 rupiya. Menmi sherik? Bu faqat 5000 rupiya-go. Sening pul tepish fursatың ko'p. Qanday fursat? Degan bir bankka yangidan hisob ochmoqchi. Tijorat boshlab murosimda foydalanib qo'lsa saqlash bitidi. Buning ko'p avorchilikmi ketmaydi. Faqat bir pikapning amalni saqlab bo'ldi. Pikap? Ha, yaxshi bo'lish kerak. Bu vazifani menga topshirsangiz-da bo'ldi. Soat 11 da ishlatimiz. Kechikib qolsang bo'lmaydi, juma. Xotirjam bo'ling. O'g'il bolada mening yaxshi yordamchi. Soat 11 bo'lib qoldi. Pikapning amalni qilsak bo'ladi. Esil bir pikap turdi. Pikap? Ha, Nada? ana, o tarafda. Uni kim haydabdi? Men bilmadim. Xonim shu tarafdan kelib do'konga kirib ketdi. Ochqichi. Uning endi bo'lishi mumkin. Oshuma? Ha. Amsi men biray. Qan vaqti nimaga so'qsan? Bormikan, ha? Ochqish yo'q-ku. Qanday qilamiz? Qaytirib o'taylik. Nimishqa? Qaytirib bersak, keyin asqatdi demasmi? Qanday qaytarmoqchi? Mening portmalim yo'qtirdi. Mening portmalim yo'qtirdi. Nima yo'qib qo'ydingiz? Nemingiz yo'qib ketdi? O'tara qarab yiqma. Jamshidni ko'mdingizmi? Ko'rgan bo'lsam tutib olmamdim. Voy, sizga deyman. Ha, siz. Men? Qaranglar, mushamiz. Ana, qarang, qochib ketyapti. To'xta, o'g'ri. O'g'ri. To'yli. To'xtang. Yetishamidim. O tomdan sakrab qochib ketdi. Turib turma. Xelim yo'lib yetami? Ha? Sen bu yerkansan-ku? Qochmoqchimisan? Qochib nega olmoqchisan? Qani qochqiningni bir ko'ray. O'g'ri. Yuzing bormi yo'qmi sening, ha? Xalqning portmalini nemishga o'g'irlaysan? Bu ablah. Sendek odamlarni itish kerak. Seni soqchiga bog'lab opiraman. Seni urib o'ltirib yetaman. Ablah. Gilingni siqib o'ltirib yetaman. Pichoq? Mana pichoq tiqmoqchimi? Uningdan qo'rqamdan. Yana o'g'irlamsa yo'q, ha? Yana o'g'irlik qilamsa yo'q deyman. To'xta! Bekle yerib ketdim. U qochib ketdi. Tutolmadim. Xelim, bu portmolingizni elib oling. Bir narsa yutib ketmagan-da, yaxshiroq qarang. Sizni avvar qildim. Ko'p rahmat. Arzimaydi. Bu kichik ish qo'y, ha? Sizdan afv so'rayman. Hayotingizdan xavfga uchrashiga qaramay portmolimni qaytarib keldingiz. Men texi sizdan gumonlanibdiman.
Ha, bu sizning xatolig'ingiz emas. Mening chiroyim shundayroq. Ba'zida soqchilarmi xatolashib qoladi. Xayr xo'sh. Hey, o'yinni qandaqroq qo'ydi? Qalsa o'yinda. Hey, birodarlar, o'z ishimizga kelaylik, ha? Bir pick-up tepishimiz kerak. Men kiyimni almashtiraman. Ey Romeo, kiyimni almashtirib, heli qiz bilan uchrashishga Voy, chiqaman. Yuringlar. Oy, to'xta! Taqchi o'g'ri qochdi, o'g'ri tutinglar. Hey! Nega borsan? Kirmoqchidim. Kirib, nima ish qilsan? G'alit savol bu. Xo'jayiningiz meni chaqirgan. U meni kutib turmoqchi. Sizning xo'jayinmi yoki xonim chaqirganmi? Nima? Xonim chaqirgan. Xonim chaqirgan. Demak siz pianino remont qilib chiqansizda. To'g'ri, remont qilaman. Pianino remont qilaman. To'g'ri. Pianino Bu yerda emas. Bu yerda emasligini men bilatdim. Kirib ko'r paqaya. Ijro meni boshlab kiraman. Men katta boyning sarayiga kelib qolgan o'xshamamdimi? Salom sahibjim. Nima dedingiz? Eshitma. Bu to'limi esil plash kiyibdi. Bu yami bekla hashamatlik kala. Bo'ldi. Bu yerda remont qiling. Mana bu shu. Bu pianino kerakdan chiqibdi. Buni remont qilmay qandaqmi chog'ilib bo'lsin? Buni remont qilishga vaqt bersangiz bo'g'dak, ha? Sizning ishingiz bo'lsa chiqavering. Chiqavering. Pianinorimni chalvatgan kim? Sizmidingiz? Siz? Men yana xatolashibdiman. Men uyga chiqib o'g'ri kirdi deb o'ylabdiman. U o'g'ri men shu. Nima? Men demoqchi, siz taklif qilgan kishi balkim o'g'ri bo'lishi mumkin. Kelganingiz pek yaxshi bo'ldi. Sizga rahmat aytay deb turib edim. Biroq adresingizni bilmadim. Siz uyimni qanday tepib keldingiz? Sizdan so'rayaptiman. Uyimni qanday tepib keldingiz? Bu maxfiy. Bu mening maxfiyatligim. Men bu yerga taqdir bilan keldim desam bo'ladi. O'tiring. Rahmat.
Tamaki çekemsiz. Çakmak lazım mı? Rahmat. Sarangi bor. Xanım, bu yoq pianino remont qiladi ekan. Pianino remont qilamsiz? Xizmatchingiz pianino remontchisi deb o'ylab qolgan o'xshaydi. Voy, o'zingiz shundoq dedingiz-ku. Men bilaman. Chiqib qarab beqing. Kim keldi ekan? Hech tushunamadim. U nimishqa sizni pianino remont qilg'ichi deydi ekan? Uningda ayib yo'q. Mening turqum shundaqroq. Saqchi apandi, sarayimizga o'g'ri kirmidi. To'xtab turing, hozir chiqaman. Saqchi? Sizning bu yerda biror ishingiz bormidi? Xenim avar qildim. Bizning bayqishimizcha helil bir pikap o'g'risi mushu maliga qochqanti. Bu yerga kirib qolmagandi, ha? Yo'q. Bu yerga yot odam kelmidi. Saqchi apandi, xenim unutib qolgan o'xshaydi. Mana men yot odam. Men boylik kirgan edim. Meni izladingizmi? Yo'q. Sizni emas. Xenim, kechiring, ha. Mayli. Qani marhamat. Sarayingiz hashamatli ekan. Albatta sochining sarayida. Sochining? Shundaq, u mening qo'g'dig'ichim. Qo'g'dig'ichim? Undaqda u miltiq bilan post turib sizni kun bo'yi qo'g'daydi ekan-da. Yo'q. Dadam olamdan o'tgandan keyin u mendan xabar olish uchun davomli o'qishim uchun Laknavrdan Bombayga ko'chib kelgan. Mushunchalar dunyoning hammasi so'chiningmi? Balkim bu parxo'rlik qilib erishgan boyliqdir, ha? Buni xato o'ylabsiz. U qonunga intayin sodiq. Jinoyatchini hargiz kechirmaydi. Undaqda hech kimimiz aloqalashmasak bo'g'dak. Qo'rqmang. Agar birarsi ustingizdan arz qilsa, meni advokatlikka taklif qiling. Advokat? Shundaq. Men sizni texi o'quvchi ekan deb o'ylab qopdim. Siz yana ozdingiz. Men 2 oydan keyin unvon elib rasmiy advokat bo'laman. Bu so'tchining uyi ekan, advokatmi ekan? Bir sotxona asaqli bo'ladi ekan-ku. Javobgarni izlashning hojati yo'q. Mana men javobgar. Sizni nimishqa so'roq tortdingiz? O'g'irlik qilaman. Nima? Haqlarning yonchog'ini qo'layman, pulini o'g'irlayman, esil narsalar bo'lsa so'qiman. Mana bu mening kasbim. Siz chaqchaqqa nimanda qilsa, o'ltiring. Men o'g'ri desam ishonmamsiz. Men ishonmayman. Siz bir obro'li mo'tavarlardan. Mana bu hozirgi jamiyatga yangi tartib. O'g'irlar pul uchun eski ishlarni qiladi. Pul bo'g'ashqa yangi kiyim kiyib oladi-da, kishilar ularni mo'tavarlar deb hurmatlaydi. Yuvosh kambag'allar-chi, ular kun bo'yi tirishib ishlasimi, qo'sig'ini boqolmaydi. Yangi kiyim kiyganmagashga kishilar ularni sargardon, o'g'ri deb qaraydi. Hatto turmaga opirib solutibmi qo'ydi. Shuning uchun puli bor boylarni men menga o'xshash haqiqiy o'g'ri deb qarayman. Siz bankda ishlaysiz yoki paychik tijorat qilasiz? To'g'ri. Men doim bankga berib turman. Doim pul almashtirib turman. Shundaqmi? Apandim, ismingiz nima? So'rab baqsam, bu kimning surati? Mening. Sizningmi? Mening. Buningga uzoq bo'ldi. Kichik vaqtimda tushgan surat. Ismingiz nima? Rita. Nim bo'ldi? Rita. Hozir berib uyimni ko'rib kelishga taklif qilaman. Sizga ko'rsatadigan bir alohida narsa bor. Apam siz bilan ko'rishga intayin tashna bo'lib yuribsiz kerak. Yuring. Racha. Rita. Siz 12 yil o'tib ketdi. Men faqat taniyamabman. Uzun yillar o'tib ketdi emasmi?
o'zgarib ketibsiz. Sizni izladim. Oxiri sizni topdim. Agar sizni o'g'ri deb qamagan bo'lsam, biz yana uchrashamas ekanmiz. U sizning xatolig'ingiz emas. Mening turqum shundoq. Raj. Sochi efendim, qaytib keldingizmi? Ustoz, qaytib keldingizmi? Kechikib qoldingiz-ku. Doktor sizni uyga qaytib kelgan hamon oz deganimi bir soat aramasin degan. Biroq siz anglamadingiz. Qaraga charchab ketibsiz. Test Marita. Tinchlikmi? O'ltirib aramaylang. Men kiyimlaringizni akilay. Tangah bugun qayerlarga bordingiz? Qonun maktabiga berib dars o'tdim. Ondan sotga berib qaytib kelishim. Hamma japa meni izlaydigan o'xshaydi. Albatta. Shundoq bo'ladi-da. Doktor sizni 8 dan burun yesin degan. Hozir 9:30 bo'lib ketdi. Anglang. Soatmi sizga xafa bo'lyapti? Yuring. Bana o'zingizning gapini qilib bering. Siz buncha kechda nima ishlarni qilib yuraysiz? Qarasam, boylik tepib olgandek qilasiz-ku. To'g'ri dedingiz. Men ko'rishmagili intayin uzoq bo'lgan bir do'stimni tepib oldim. Navoda siz Raj bilan ko'rishsangiz, cho'qim xushal bo'lasiz. Siz degan Raj zodi kim? Nerede turdi?
Nemish qiladi? Qaysi jamoatdan? Mening bolalikdagi do'stim. Biz maktabda birga o'qigan. Biz 12 yildan keyin qayta ko'rishdik. 12 yildan keyin? 12 yilda har qanday odam o'zgardi. Raj o'zgaribdi. U maktabda nayti jimg'ur bola edi. Hozir intayin chaqchaqchi, qiziqchi bo'lib ketibdi. Men uningdan nima ishlarni qilayotganligini so'rasam, u o'g'irlik qilyaptiman deydi. Uning bu gapi chaqchaq bo'lmasligi mumkin. Biroq men sizda qaramayman. Aldirmang. Yoshlar dal ashundoq bo'ladi. Kim biladi, balkim qimmatli bir narsani o'g'irlagandi. Suv cho'nqirib cho'kib o'lishingiz mumkin. Cho'kib o'lay desam, siz tortib olasiz. Shundaqmi? Amisi yana tushib yaqin. To'xtab turing. Xanım, siz kiyimlaringizni kiyib olamdingizmi? Hay! Bu yerda nima ish qilyapsiz? Anglamaganmi? Haqiqiy isilzoda erlar ayollar kiyim almashtirganda qaramaydi. Yo'q, anglamaganman. Men isilzodimi? Shundaq. Yavoyi. Yavoyi. Qani qo'g'lama. Tutib beqar qani. Qani endi nima qochsiz? Qo'limni qo'yib etim. Bek og'irtibdingiz. Yavoyi. Men yavoyimi? To'g'ri, yavoyi. Yavoyi? Men Namrat Qarqo'saq sarkardan. Meni bundoq chaqirishingizga yo'l qo'ymayman. Men kichigimdan kishilarning meni yavoyi, sarkardan deb chaqirishga o'shidim. Men mushundaq gapdan anglasamda yurgim pichoqtilgandek og'riydi. Sizlarmi meni mushundaq chaqirdiganligingizni o'ylamabdiman. Men chaqchaq qildim. Xafa bo'lmang. Urg'ingiz bo'lsa urayvering. Men kimni urdiganman? Siznimi? Yoki o'zimnimi?
Siz xushalmi? Hı. Nima o'ylayapsiz? Keling. Nega? Yenimga keling. Nimishqa? Hech ishqa. Yo'q. Man qaramang. Ayga qarab nimalarni o'ylayapsiz? Qarang. Bulut qarayapman. Siz nimishqa ayga qaramay bulutga qaraysiz? Menga aytib bering. Sizga aytmaydigan hech qanday sir yo'q. Rita. Ko'rishmaganimizga 12 yil bo'ldi, shundaqmi? Nim bo'ldi? 12 yilda nurg'un o'zgarishlar bo'ldi. Sochi Ragunatmi shundaq deydi. Meningcha undaq emas. Sezmadingizmi? Biz burunqidakli yaxshi. Uning aytgani rost. Siz texicha meni to'liq bilmaysiz, Rita. Men hozir qandoq odam? Zoda nimish qilaman? Nimish shundoq qilaman? O'zimning turmushim, oilamning ahvoli bu jihatlarda hech nimani bilmaysiz. Men bu ishlarni bilishni xohlamayman. Mening biladiganim faqat siz. Men sizni yaxshi ko'raman. Rita, siz nima degan umoq? Xuddi kichik bolaga o'xshab ketdingiz. Kichik bola degan siz. Yavoyi. Yavoyi bo'lsam nima bo'pti? Qarang. Oyga? U bizga qarab kulimsirayotdi. Hay, tug'ilgan kunimni xotirlamoqchi bo'layapman. Tug'ilgan kuningizdami? 18 ga kirdingiz? 19 gami? Qizlardan bunday so'rashga bo'lmaydi. Bu yoqqa keling aytib beray. 21 ga kirdim. U bizga qarayotdi. Kim u? Ay. दम भर जो उधर मुँह फेरे दम भर जो उधर मुँह फेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी बातें हजार कर लूंगी दम भर जो उधर मुँह फेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी बातें हजार कर लूंगी दिल करता है प्यार के सजदे दिल करता है प्यार के सजदे और मैं भी उनके साथ चांद को चंदा रोज ही देखे मेरी पहली रात हो मेरी पहली रात बादल में अब छुप जा रे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी बातें हजार कर लूंगी दम भर जो इधर मुँह तेरे दम भर जो इधर मुँह तेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा नजरें तो तार कर लूंगा मैं चोर हूँ काम है चोरी
मैं चोर हूँ काम है चोरी दुनिया में हूँ बदनाम दिल को चुराता आया हूँ मैं यही मेरा काम हो यही मेरा काम आना तू गवाही देने ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगा नजरें तो चार कर लूँगा जो इधर मुँह फेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँगा नजरें तो चार कर लूँगा दम भर जो उधर मुँह फेरे Yana bir qadam mangsangiz qo'lvaq o'rilib ketadi. Undaqda qanday qilmasa? Amiz uni o'rib etaylik. Rita. Ustozim. İçmeymen. Tamaktan ilgari dori içib eling. 8'de tamak yeyişimiz gerek idi. Saatmi ochiqlayotdi. Sizmi mendan ranjib qoldingizmi? Bugun men Rajda deysiz. Uni eski odam deyman. Uni texi tushunmaysiz. Men Dadınız can üzüş aldı da sizni maň tapşırgan. Sizni terbiyeleş mesuliyetim var. Men sizni öz kızımdek görümen. Eğer birisini yaxşı körsünüz, aval mening fikrimni elişiniz kerak o deyman. Ustozim, menga ko'ngil bo'layotganingizni bilaman. Biroq nemishqa bu gaplarni takrorlayverasiz? Raj. Ha.
Meni texi unutib qolmaganingga rahmat. Yaqinni beri bak aldirash qolsan. Men bilaman, sen hozir muhabbat qaynamog'i cho'kib ketding. Shunga seni turmaga so'rab kirdigan kasbingni tashlab etding. Siz bilmaysiz, Zakir. Men bir cho'ng ovqatning beshini tutdim. U bir boyning qizi. Biroq bek aldirab ketmang. Obdan o'rinlashtirib, ondan qo'l solib. Yashab ket. Maqsadingni endi tushundim. Sen ergiz vaqtingni bekorga zoya qildiganlardan emas. Biroq sen shuni aytib qo'yayki, agar sen yana meni aldaydigan bo'lsang, hargiz yuz xotira qilmayman. Qara, ko'rdingmi? Bo'ldi. Men bu ishlarni bilishni xohlamayman. Mening yaxshi ko'rdig'im faqatla siz. Rasman. Agar sen meni yana aldaydigan bo'lsang, hargiz yuz xotira qilmayman. Qara, meni ko'rdingmi?
रहा हूँ हाय सांस के ये याद के ये तीर तीरते हैं हर बार मुझको ये न रखना चाहिए मुझको फूल मुझको गीत मुझको प्रीत चाहिए
Apa, meni qutqizib bering. Raj, nem bo'lding bolam. Apa, men yaxshi odam bo'laman. O'g'irlik qilmayman. O'lsam Zokir bilan ovqat qilmayman. Hargiz uni izlab bo'lmayman. Zavodga berib ishlab sizni boqaman, apa. Shunda qilsam kishilar meni o'g'ri, sargardon demaydi. Kishilar sizni ko'rgandimi, bolasi o'ng'ishlab yaxshi odam bo'lib qopti deydi. Apa, menga ishining meni kechiring. Men oldingizda baq xijil. Men yaxshi o'g'inaman. Yaxshi ishlayman, apa. Hay, boshliq seni chaqiryapti. Ha, tez chiq, ha? Boshliq seni chaqiryapti deyman. Tez chiq, saqlab qoldingmi? Tez chiqdin, ha? Rahmat. Boshliq, Sen bizga lozim emas. Berib buğaltır bilan hisoplash. Nemishqa? Menga o'g'ir lozim emas. Tezdan hisoblashib ko'zimni yo'qol. Boshliq. O'g'irlik qilgan odamlarni olmasangiz, zoti bu odamlarni nemish qilsin deysiz? Ular jinni beqish uchun yana o'g'irlik qilishga to'g'ri keladi-ku. Ko'zimda yo'qol. Raj! Seni zavoddan qovlab chiqadimi? Ya'ni bizning yenimiz kelib olganlar, Raj, ha? Seni Zokir izlayotdi, bilam. Yo'qlar, to'la putlashmay. U bu kasbdan qo'l ulsa ochliqdan o'ladi. Uningga buningdan boshqa yo'l yo'q. Keyin menga yana nima deydiganligini bir ko'rib boqay. Qarab turinglar, u qaytib kelmay qolmaydi. Hey, nega borsan? Ritani izdayman. Soch efendim seni kirgizmanglar degan. Kirgizmanglar degan biti. Amsa Ritaq bir yig'iz so'z borkan deb aytib qo'ying. Men uni ko'chada kutib turay. Bo'lmaydi. Men aytib qo'yamayman. O'z yo'lingga bor. O'z yo'lingga mang. Qaysi yo'lga mangman? Kel. Do'stim. Paranglashaylik. Ikkimiz o'xshash. Makonsiz yetimlar. Ko'chalarda sarson bo'lib yurimiz. Seningmi egang yo'qkan. Menmi ishlay desam, meni hech kim qabul qilmaydi. Biroq sen hayvon, men bo'lsam odam. Menda sana bagdek hech narsa yo'q. Meni kechirgin. Ko'zing qarg'omi? Qarab mangmamsan? Az gap qila, o sargardon. Past yavoyi.
Kim sergardan? Kim sergardan? Kim yavoyi? Sen meni haqoratlamoqchi bo'lyapsan. Siz pianino remotisizmi? Xizmatchingiz meni pianino remotchisi deb qopti. मैं
Rita? 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 Buni iling. Bu bag'oqlarni tarqitib o'ting. Ət sizin tug'ilgan kuningiz emasmi? Bu bag'oqlarni do'stlaringizga olib bering. Hamma do'stlarimgami? Hammasiga. Biroq siz bilan do'st bo'lishga mos keladiganlarga. Әтә sizning tug'ilgan kuningiz. Raj, sovg'a ib keldingmi? Rita, pulim yo'q, sovg'at deb kelamadim. Keyingi qatimda taqdim qilaman. Sen bozorda sotgan narsalarni uni sovg'a deb qaramsan? Menga guldan birini sovg'a qilsangmi bo'ladi? Gulmi bo'lamda? Mashina tutay, hozircha bu gulni taqdim qildim. Keyingi qatimda cho'qim buningdan qimmatligini taqdim qilaman. Keldingmi? Burilib qaytib keladiganligingni biletdi. Bu dunyoda sen mangadigan faqat birli yo'l bor. Menga 1000 rupiya lozim. Zokir. Menga qarz berib tura olamsiz? Pul so'rayapsan? Neymiş sana pul qarz berib turg'idakmi? Bugun Ritaning tug'ilgan kuni. Qara. U menga bergan bag'oq. U mening eski odam ekanligimni bilmaydi. O'zingni yaxshi odam deb qaraganmidi? Chiroylik yasinib olib, uningga so'g'i ib beray deb o'ylaganmidi? So'g'atni do'konga berib olsang bo'ladi-ku. Berib eliva. Puling bo'lmasa, sana hargizmi bekorga bermaydi. Sening 1000 rupiyaring bormi? Agar pul lozim bo'lsa, mening qishimga kel. Burunqidek o'z kasbingni qilasan. O'g'irlik qilasan, qaytib kel. Yo'q. Yo'q. Men hargiz o'g'irlik qilmayman. Sening yiningga hargizmi qaytmayman. Undaq bo'lsin, nima qilay deysan? Kimli bo'lsin bu yo'lga kirgankan, mangu orqaga qaytamaydi. Buni sen texchi bilanmidingmi? Bu sesiq nomingni hargiz poklayolmaysan. Mayli sen qandoqli kiyim kiygin, har qandoq odam sening o'g'ri ekanligingni bilalaydi. Sening tanlash yo'ling faqat birla. O'g'irlash, bulash, odam o'ltirish, o't qo'yish. Mana bu sening dadangning orzusi. Yo'l manganda diqqat qilish kerak. Men qarab mangan, biroq o'zingiz yo'lni egilib olgan tursingiz. Mendek odatdagi odamlar qandoqmi o'taray? Sezgir bo'lib ketibsan.
Ragunat efendi to'liq obdan gap qildingiz. Qani, xo'shalligimiz uchun bir qadah iching. Rita tehi chiqmadimi? O'tirib qarang. Rita, birsini zatamsan? Shunday. Mangda beramsan? Qara. Ana, uni izlayaptim. Raj. 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 Kelganligingizni ko'rgan edim. 21 yashingizga muborak bo'lsin. Rita. Yoqtirdingizmi? Buni setib olib nima qiladingiz? Buncha vala pul xajlab sovg'a ilishning nima hashti? Sizdan boshqa menga hech nima qimmatli emas, Rita. Biroq buni o'g'irlagan. O'g'irlagan? Yulduzlardan o'g'irlagan. Siz bakli yavoyi. Yavoyi? Rasli yavoyi. Shuncha qimmatli medalyon apsiz, ammo qutisini unutibsiz. Siz bilmamsiz yoki bak aldirab ketdingizmi? Qutsi? Rita, Ragunat apandim chaqiryapti. Tez bering. Mana hozir. Nima o'ylayapsiz? Sizni so'tchi apandim bilan ko'rishtirib qo'yishni o'ylayaptim. Mayli. Rita, mehmonlar kelib qoldi. Bak saqiltib qo'ydim-ku deyman. Elim, bu mening sovg'atim. Nima? Yoqtirmadingizmi? Bu nemish? Siz menga bir quruq quti sovg'a qildingiz. U menga bir medalyon sovg'a qildi.
Sen zaten qanday qilishing kerak. U o'g'ri bilan davomli muhabbatlashishing kerak. Kim menga bu o'g'rini davomli suyishga bo'lganligini aytib beradi? Uning soğuğusunu yaktırmadınızmı? Men onun soğuğutunu qaytırıp yetay deyman. Rita. Men onun bilan yüz turanı sözleşey. O keşti kelsin. Raj eski adamlardan emas. O nurgun azap, kemsitishlarga uchirdi. Onun derdiga yetim. O birisining söyüşüge, ko'ngil bölüşüge, qo'llashiga muhtoj faqat sizlar. Uni qutqizib qala olaysiz. Uningga yordam bering, Rita. Raj ne ketdi? Ne ketdikin? Atigan chiqib ketgancha qaytib kelmadi. Men uni tapay. Raj,
Rita. Saqchi keldimi? Qalbim allaburun sizga tutqun bo'lgan. Apangiz hammani menga aytdi. Endi meni to'liq bilgansiz. Men o'g'ri sargardan. Ismim saqchining daftarida xotirlaylik. Siz bularni menga degil keldingizmi? Menimi tushunib beqing Raj. Men sizni burunqidakli yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'ramsiz? Advokat xinam. Men sargardan. Siz bo'lsangiz boyashat oilda cho'ng bo'lgan. Men turmada cho'ng bo'lgan. Ikkimiz o'xshash bo'lmasak, qanday qilib meni yaxshi ko'rsiz? Buni o'zgartgili bo'ladi-ku. Siz o'zgarishni xohlasangizlar, men cho'qim yordam beraman. Siz yangi hayotingizni boshlashingiz kerak. Bu sizning irodangizga bog'liq. Yo'q, Rita. Hozir qanday qilgan bilan kechikdik. Burun ishlarni qandaqmi keyinga qaytarg'ili bo'lsin. Men burun qoltimga qaytib maktabda o'qiy olmaymanmi? Yo'q, qaytarg'ili bo'lmaydi. Bilamsiz, Rita. Mening dadam yo'q. Hatto uning ismining nimaligini bilmayman. Mening o'rnim yo'q. Kishilarning oldida hurmatim yo'q. Men sargardan. Men endi tugashdim. Butunlay tugashdim. Rita, nimishga gap qilmaysiz? Biz ayrılib ketaylik. Elim kechikmaymiz. Men yaxshi ko'rishingizga arzmayman. Meni unutib ketdim. Meningcha siz nihoyatda jigarlik odam. Siz g'ayratga kelib qaytadan odam bo'ling. Men yangidan odam bo'lishni o'ylagan, lekin amalga oshirishdas. Turmush meni yanada ko'ni yo'lga menishga majburlayotdi. Burun o'g'irlik qilganligim uchun zavoddan qo'g'lab chiqadi. Mendek bir odamning nima amali bo'lsin? Yolg'iz mening nima ilojim bo'lsin deysiz? Siz yolg'iz emas, Raj. Apangiz bilan men sizga yordam qilamiz. Mendek sargardonga yordam qilamsiz? Shundoq. Men siz bilan mangu birga o'taman. Yaxshi yoki eski bo'ling. Jinoyatchi yoki boshqa odam bo'ling. Men sizni sizmi meni? Bu degan muhabbatning ishi sudchi qonun boshqarmaydi. Sizga ishonaman, Rita. Lekin mening eski nomimning borlig'ini unutib qoldingizmi? Men sizning eski nomingizni yuyishingizga yordam beraman, Raj. Rita. Biz ketaylik. Nega? Sudchi Ragunat siz bilan so'zlashmoqchi. Sudchi? Yuring. O'ltiring. İsmingiz nima? Raj. Raj dedingizmi? Ha. Dadangizning ismi-chi? Bilmayman. Tushundim. Kasbingiz nima? Men minglagan, 10 minglagan odamlarga o'xshash ishsiz. Boshqa kirmingiz yoki mulkingiz bormi? Hech nimam yo'q. Ha, esimga keldi. Siz elqi burunlar ko'chlarda maylamchilik qilgan bo'lgu deyman. Shundoq. Hozirmi davomlashtiryapman? Siz Ritaga uylanmoqchimi? Shundoq. Agar siz ma'qul ko'rsangiz, turmagami kirdingizmi? Balkim Rita sizga aytgan bo'lish kerak. Men hozir qo'l uzdim demoqchimi? Siz pul tepishning boshqa yo'lini izlamadingizmi? Yo'q. Izlamadim. Kasbingizdan umid kutyapsiz. Siz Patarda advokat bo'ladigan bu qizga uylanmoqchimi? Siz bu yerga meni masxara qilishga chaqirganmi? Bilamsiz. Biz bir-birimizni intayin yaxshi ko'rishimiz. Uning bilan to'y qilaman. Mening xabarim bor. Muhabbat.
O'ltiring. Qani to'yliq ustida paranglashayli. Mudoyingizni tushundim. Siz ustalik qilib kishilarga osonlik ishinib ketadigan bu qizni qo'lga tushiryapsiz. Niyatingizni tushundim. Qani aytinga. Sizga qancha pul bersam bu qizning keyniga kirib olmaysiz. Sotchi apandi. Men azaldan o'zimni odamlarning eskisi deb qaraydim. Hozir meningdimi eski odamlarning borlig'ini ko'rdim. Kesib aytamanki, siz mendan necha ming asib paskansiz. Ablah. Men shunday beadab qilamsan. Ritana menga berdi deb qargan bo'lsang, uxlamay tush ko'ribsan. Uni o'ltirib etishga rozimanki, hargizmi sana yotiq qilmayman. Sizningcha Ritani bir puli bor erbobga yoki bir sotchiga yotliq qilsangiz yaxshi bo'ladimi? Xumpar! Yo'qol ko'zimdan. Men hozir uyingizdan chiqib ketaman. Chiqib ketishdan burun bir ishni sizdan so'rab olay. Agar mening o'rnimda sizning o'z o'g'lingiz bo'lgan bo'lsa, siz uningga qanday muomala qilardingiz? Unimi kambag'al deb past ko'rib, baxtiga o'ltirishga ko'nglingiz unatdimi? Raj! Hey Raj, to'xtab tur. Zakir seni chaqiryapti. Cho'ng vaqa chiqdi. Balki bulaydigan bo'ldim. İşini içen. Tez işini içen. Kim? Tez içen, tez bulun. Tez bulun deyman. Tez işini içen. Siz kim? Tez bulun. Siz kim? Meni texi tanımadınızmı? Ben Zakir. Zakir? Qaraqchi Zakir mi? Meni texi unutib qolmabsiz-da. Sen bu yerga nima chiqib kelding? Undaq vaqirma. Saqchilar meni qo'g'lab kelyapti. Rashqini. Uydan chiq. Sana o'xshash odamga bu uyda o'rin yo'q. Mundaq da texi. O'z vaqtida sana yaxshilik qilgandim. Bugun sen vafoga jafo qilmoqchimi? Sen qandaqmi menga yuz kelalaysan? Bilamsan, men sening o'g'lingni tarbiyalab odam qilib qo'ydim. O'g'limni tarbiyalab odam qildingmi? Sen uni tarbiyalab jinoyatchi qilding. Yo'ldan chiqardim. Mening nomimga dog' tushirib qolmasin, o'g'limni buzding. Ko'zimda yo'qol, chiq uydan. Saqchi! Vaqirma. Saqchi! Saqchi! Yana vaqiraydigan bo'lsang, bo'g'ib o'ltirib etaman seni. Vaqira faqa o'ltirib etmaydigan bo'lsa. Zakir! Ustonga jang e'lon qilmoqchimi? Ustonmish. Olvasti. Halvasti. Halvasti. Gap bilan men bir anlay. Qani kim olvasti? Men degan sening ustan uxtimi?
Raj. Bo'ldi, Raj. Bo'ldi. Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi. Zakir, bo'ldi, urma. Urma. Bo'ldi qil. Bo'ldi. Raj. Raj. Undaq qilma, Raj. Endi uningdan o'chim oldim. Soqchi. Javobgar Epkirilson. Javobgarning ismi nima? Javobgarning ismi Raj. Dadisining ismi-chi? Bilmaydi ekan. Opsimi bilmisi kerak. Tinch. Javobgar Raj. Dadisi yo'q. Sen Zokirni o'ldirganda ayblanding. Aqlg'uchi chaqirdingmi? Javobgar Raj. Aqlg'uchi chaqirdingmi? Hüküm vaqtincha kechiktirildi. Undaq bo'lsa, biz sana bir aqlg'uchi tepib beraylik. Mening qonundan xabarim bor. Rajning Zakirni o'ldirishi sizni qo'llash uchun. Bu uning jinoyati hisoblanmaydi. Undaq bo'lsa yaxshi. Siz bir amal qilib uni qutqizib olasiz. Sizning guvohligingiz bo'lishi kerak. Guvohligingizning ko'p foydasi bor. Siz sudga bering. Ma'qul. Ragunat. Mashina to'xtatdimi? Mashina to'xtatdi, qaranglar. Mashina besyapti-ku. Hey, mashina kayniga yondirma. Raj meni qutqizman deb Zokirni o'ldirishga majbur bo'ldi. U meni qutqazdi. Buningga qo'l qo'yib bering. Rajni sizning guvohligingiz qutqiza oladi. Raj amon qoladigan bo'lsa, o'lsam xotirjam bo'lardim. Sal turib kelaman. Apa. Apa. Ne bo'ldingiz, apa? Raj. Sotchi Ragunat sizni qaslabdi. U nima degan vahshiy nima? Yo'q, undaq dema, Raj. U meni qanchalik azoblaganligini bilasiz-ku. Undaq demagan bolam. U sening dadang. U mening dadammi? Nima deyapsiz? Jo'ylayapsiz? Yo'q, bolam. Men jo'ylayotganim yo'q. U rostdan sening dadang. Buni uzoqdan beri seningda yashirib kelgandim. Endi bo'lolmaydigan o'xshayman. Men ondan boshqa bu ishni sana hech kim aytib bermaydi. Undaq bo'lishi mumkin emas. Men ishonmayman. Ishongin bolam. So'zlab kelsam gapdek bo'lsin.
Lekin men bo'lamayapman. Agar sen sochini ko'rib qolsam, buni ko'rsatgin. Balkim u buni ko'rsa, seni kechirishi mumkin. U meni kechirmagan bilan o'g'lini kechirdi. Sizni umr bo'yi azoblaganmi shu? Ona bola ikkimizni baxtsizlik uchratganmi shu? Men undan afv so'ramayman. U o'zi kelib bizdan afv so'rasin. Oxirgi nafsim uzilguncha uning bilan yana bir qitim ko'rishgan bo'lsam, sen bu xotirjam yotibdi. Hey, momam sen. Opa, men ketdim. Bolam. Men siz uchun qisos olman. Balotiman. Men siz uchun qisos olaman. Unda qilma. Unda qilma. Xanım, Sochi efendim sizni yo'qlab kelibdi. Qaysi Sochi? Qaysi? Mashinasi sizni beslatgan Sochi. Ko'ramayapman. Hech nimani ko'rolmadim. Oxiri kapsizdi. Siz meni ko'ngli keldingizmi? Shundoq. Bu hodisa uchun sizdan afv so'rab keldim. Meni kechiring. Afv so'rab kechiring. Doktor, Opa! Siz ajilingiz bilan o'lmadingiz. Balki qaslandingiz. Men uning qasd qilganligini bilaman. Buning bilan u o'zining jinoyatini yoshirmoqchi. Ustozim. Ustoz. Bu deloni qanday bir taraf qilmoqchi? Qaysi deloni? Heliqi. Rajning delosini. Siz sarang bo'lib qoldingizmi? O'zingizning aptingizga qarab yiqing. Siz qonunda o'qigan odam. Bir necha kundan keyin advokat bo'lasiz. Undan keyin sotchi bo'lasiz. Agar har bir delog'imni shunday yig'laveradigan bo'lsangiz, kelgusida qanday xizmat qila olasiz? Bu qonunning ishi emas, ustoz. Bu mening hayotimga munosabatlik. Mening gapimni tushunyapsiz? Siz bilan munosabat yo'q, qonun bo'yicha bir taraf qilinadi. Qonuniy nuqtai nazar bilan qarashimiz kerak. Qonunga asoslangan Murojda gunoh yo'q. Adil hukm chiqarishni talab qilaman. U o'zini qo'g'dash uchun Zakirni o'ldirganligini bilasiz. Uning opasining jon o'zish oldidagi so'zni ko'rib yiqing. Mushu isbotlar to'liq bo'lsa, u gunohsiz bo'ladi. Biroq biz uning o'tmishiga qarab boqayli. U har xil jinoyatlarni sodir qilgan. Rita, siz uni qandoqsiga yaxshi ko'rib qoldingiz? Rita,
siz uzun yil qonunni tadqiq qilgan emasmidingiz? Lekin mening vijdonim qonunni tadqiq qilmagan. Vijdon bilan qonun bilan vijdon. Bu ikkisi boshqa narsa. Bir-biri bilan chiqisholmaydi. Men sizning deganingizga qo'shilaman. Biroq qonun vijdonni e'tirof qilmaydi. Ba'zida Nefron Rita! Men Dragunatni o'ltirib o'tdim. Imdavotsiz. turmadan qechib chiqibsan. Shundoq. Seningdan qisa saqlik keldim. Raj. Aqlg'uching meni qayil qilayli deb qolgan. O seni aqlab Zokirni o'ltirishdi. Sening jinoyatingning yo'qligiga ishnayli deb qolgan edim. Hozir men seni kechirim qilishni o'ylab turgan edim. Men kechirimga muhtoj. Lekin sendek odamdan kechirim qilishiga muhtoj emas. Muhtoj emas. Bo'ldi. Bu yarmas. Mushu holiga qotillik qilmoqchimisan? Sen seni qutqizib qolgan biraylarga rahmat etishing kerak. Men mushu pichoq bilan yuragimni sug'urib olgan taqdirdami, har qanday sot meni gunohsiz deb e'tirof qiladi. Har qanday sotchimi o'zimni qo'g'dash uchun seni o'ltirganligimni e'tirof qiladi. Ustozim, paylingizdan yenim. Xayr bo'pti. Qo'limni qonga bo'yg'idek ish yo'q. Sendek makonsiz sargardonlar darg'i izlashga loyiq. Raj. Mana bu javobgar Rajning o'tmishi. Sizlar uning nima uchun jinoyat o'tkazganligini tushundinglar. Jinoyatchi Raj emas, balkim uning dadasi. U begunoh xotinni uydan qo'g'lab chiqardi, o'z o'g'lini tashlab o'tdi. Raj kichigidan tartiblar yetim yesirlar orasida cho'ng bo'lg'ashqa. Ana shu muhit uning mushundaq cho'ng bo'lishiga sababchi bo'lgan. Soch apandi, ayblig'icha apandilar. Meningcha jazoga tortishga tegishligi Raj emas, balki haqiqiy jinoyatchi Ragunat. Soch apandim. Mening o'zimni aqlashimga ruxsat qiling. Meningcha javobgarning aqlg'uvchisi o'zining hissiyotiga tayinib bir saxta intayin ta'sirli hikoyani to'qib chiqibdi. Uning deganicha bo'lganda men bu to'g'mi jinoyatchi Rajning dadisimanman. Bu texmi bemanlik ish qil. Sizning zodi qanday isbotingiz bor? Agar siz Rajni o'g'lim deb e'tirof qilishni xohlamasangiz, dunyoda sizni qoyil qiladigan boshqa isbot yo'q. Ragunat apandim, bu isbotni faqat sizning vijdoningizdan va Rajning o'zidan tepishga bo'ladi. Siz uning chiroyiga qarab yiqing. Sizning chiroyingizga o'xshaydi. Uning ovozini obdan anglab yiqing. Sizning ovozingizga tamoman o'xshaydi. Sizning vijdoningiz texicha o'zingizning o'g'lini tonimayapti. Rita xonim, qonun vijdonni e'tirof qilmaydi. Vijdonmi qonunni e'tirof qilmaydi. Yana so'zlashni xohlamayman. Javobgar Raj, sud o'zingni aqlashingga ruxsat qiladi. Yana deydigan so'zing bormi? Bor. Men umrimda tunji qatim so'z qilish huquqiga erishdim. Buningga qotillik qilishga urinishdan keyin erishdim. Sizlar mening gapimni burunroq anglagan bo'lsanglar, men bu kunga tushib qolmagan bo'lardim. Rita meni dardan qutqizishga ko'p harakat qildi. U sizlarga mening sarguzashtlarimni so'zlab berdi. Har qaysinglar meni to'liq tushundinglar. Men o'zimning sargardon, o'g'ri jinoyatchi ekanligimni
e'tirof qilaman. Qisqasi, men bo'lsam eski odam. Men o'zimni oqlab so'zlashni xohlamayman. Hayotimda nurg'un qonunga xilof ishlarni qildim. Men bu yerda hukmni kutib turyapman. Sizlar meni har qanday jazoga tortishga huquqli. Lekin mendek bir odamni jazolabla minglagan, 10 minglagan o'smirlarning ichinish taqdirini qutqiza olamsizlar. Sizlar mendek bir odamni jazolab, jinoyatning manbasini tugita olamsizlar. Namratlik, ocharchilik meni azob haqoratga duchor qildi. Menga o'xshash bundoq azob oqibat qolgan odamlardan minglab, 10 minglab turibdi-ku. Sizlar boshqani o'ylamay, mana bu bolalarni o'ylanglar. Sizlar kambag'allar mahallisidagi heliqi bolalarni o'ylanglar. O'z farzandinglarni o'ylanglar. O'z farzandinglarning kelgusida jinoyatchi bo'lib qolmasligi, menga o'xshash javobgar o'rinda turib, so'roq tortilib qolmasligini o'ylanglar. Men kichik chig'imda hushyor, sho'x gunohsiz bo'ldim. Menmi boshqa bolalarga o'xshash g'amsiz yashaydim. Opammi boshqa opalarga o'xshash shirin tushlarni ko'rgan. U doim menga jinim bolam, obdan o'qigan. Cho'ng bo'lganda advokat bo'lasan. Ondan keyin dadangga o'xshash so'chchi bo'lasan deydi. So'chchining meni qanday bir taraf qiladiganligini bilmayman. Men oxirgi hukmni kutaman. Biroq Ragunat apandi, vijdoningizning sizni nimdigizdiganligini bilamsiz. Raj! Jinoyatchini ko'giri keldingmi? Bir dada. Shundoqla bir gunohkorman. Sen gunohkormi? Shundoq. Biroq qonunning menga jazo berishiga kuchi yetmaydi. Men vijdonning jazosiga uchirdim. Neymiş qıcıqlaysan? Albatta yig'layman. Dadamning qilgan ishlariga yig'layman. Opamning umr bo'yi azob oqibat o'tganiga yig'layman. Dadamning o'z o'g'lini mushundaq ahvolga tushirib qo'yganiga yig'layman. Yurakni azoblaydigan bu ishlarni o'ylaganimda qandoqmi yig'lamay tura olayman. Jinim o'g'lim. Meni kechir.
Javobgar Raj, men sotning ustingdan chiqargan hukmini jakalayman. Sening sotchi Ragunatni o'ltirmoqchi bo'lganliging ustidagi dilo sotimiz tarafidan aniqlanib, rostligi isbotlandi. Biroq sening oqlag'uchingning sotda o'ttirib qo'ygan paketlarini o'ylashib, sana berilgan jazoni yengiltishli bo'ladi deb hisobladik. Shuning sotimiz sana 3 yillik qamoq jazosi hukm qildi. Nima bo'ldingiz? Nima ish qilyapsiz? Siz advokatku. Bunda qilib delolarni qanday bartaraf qila olasiz? Men qarshi kelmaydigan advokat bo'lib qolibman. Men sizni qutqazammidim? Undaq emas, Rita. 3 yil degan tezda o'tib ketadi. Siz men bilan birga bo'lsangiz, menda umid bor. Kelgusida kishilar meni yaxshi odam deb hurmat qilishi mumkin. Men o'qiyman. Siz menga yordam bersiz. Rita, men advokat bo'laman. Ondan keyin sotchi bo'laman. Jinim Raj. Men bir sotchini tanıydım. Onunla pek amraqdım. Kelgusida menni sotchi bo'laman. Shu chaqdimi meni yavoy demsiz? Deyman. Yavoy. Ko'rish vaqti to'shdi. Men Buni bo'yningizga esivlang. Bu mening sovg'am. Buni o'g'irdiman. Buni opam bergan. Bu yerga o'g'irlikcha kirgan. Raj. Rita, meni cho'qim saqlang. Jazman kutib turadimsiz. Raj. 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 3 yil ancha uzun emas. Suyimligim, men sizni kutaman. Rita. Suyimligim Raj, men cho'qim sizni Rita. kutaman. Jinim Raj. 308 mahbus turmaga qaytsin. Meni chaqiryotdi. आबाद नहीं बर्बाद नहीं गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ खुशी के गीत मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा हंसती है मगर ये मस्त नजर दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर तुम्हारा हूँ आए आवारा